Assalomu alaykum Kral Brand abunachilari. Yoz kelayotir. Уже keldi hisobini uchunsa 30-30dan ziyod issiq bo'lib turibdi. Shunga to'g'ri keladigan razmeri 2XL dan 7XL razmeridan bo'lgan, qo'llari uzun, leon materialda 200% havo turadi, 200% tanangizni muhofaza qiladigan, 12 soat 24 soat ko'chada yursangiz ham sizni qaraytirib bermaydigan zo'r Turkiya mahsuloti bo'lgan Madalyon brendinden giyimlerimiz, yeni göyneklerimiz kelgan. Men sizlarga bir qator svetlerini aytib o'taman. Videonun oxirida bahosini aytib o'taman. Kelasizda bemalol shu videoni ko'rdingizlarmi? Sразу kelasizda xarid qilasizlar do'stlar. Nechun desa, bu göyneklarni klientlari ko'p, ya'ni darrov olib ketishlari mumkin. Shuning uchun siz ham kelib olishingizni biz tilaymiz. Ko'rib turganingizdek oq varianti. Do'stlar, e'tibor beringlar materialni. Qo'lingiz ozgina ko'rinib turadi. Buni mayka giysangiz ham maykangiz ham ko'rinib, qo'shilib bo'lib turadi do'stlar. Havo turishi 200% havo turadi yine. Gördüğünüzde talep turishini oq sveti, keyin seri sveti, keyin berjiviy sveti, ochiq ko'k sveti, голубой sveti, keyin yana ochiq berjiviy sveti, tushunib bo'lmaydigan sveti, oqi, temный berjiviy rak sveti, keyin yana ham oqi, keyin ochiq ko'k голубой sveti do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ko'cha ham ko'rinib turadi buni. Ana arayan taraf ochiq, ko'cha ham ko'rinib turadi, ko'rganingiz setga. Do'stlar 200% havo turadi, qizarmaydi, rangi chiqmaydi, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 2XL dan 7XL razmeridan bor. Giyib turganim 7XL bo'ladi. 2XL razmeri 90 kilo odamlarga to'g'ri keladi. Buni 7XL razmeri 130 kilo odamlarga to'g'ri keladi. Buni kichkina razmerlar ham bor, xudo xolasa ularni ham obzor qilib beramiz. Bizning kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangizlar, biz sizlarga hammasini obzor qilib beramiz. Istoriyalarni kuzatishda davom eting. YouTube kanalımıza to'liq videosini joyladik. YouTube kanalımızdan xudo xolasa to'liq videosini ko'rib tanishib chiqsangizlar ham bo'ladi. Viloyatlardan bo'lsangizlar YouTube kanalimizni tavsiya qilaman. Xorazmdan bo'lsangizlar ham YouTube kanalimizni tavsiya qilaman. Girib baholari bilan sinchiklab tanishsangizlar bo'ladi. Necha yurish tartiblari, nerdan kelgan, necha so'm, tovarlari necha, hammasini bir qator aytib berganmiz. Do'stlar, ko'rib turgan ko'ylaklarimizni hammasini bahosina keladigan bo'lsak, 205 ming so'mdan razmeri 2XL dan 7XL razmeridan bor. Bir svet, 2 svet, 3 xil svet, 4, 5, keyin 6, 7, 8, 9, 10 xil variantdagi kelgan. Shunga tushadigan chavurlarimiz kelgan do'stlar. Men hozir git turganim Velika razmer emas, o'rta razmer Turkiya mahsuloti bo'ladi, originali bo'ladi. To'sichini 290 ming so'm. Buni farshivkalari ham ko'payib ketdi do'stlar. Ulardan xabardor bo'lasizlar. Bu farshivkasi emas, original bo'ladi. Leon tovar bo'ladi. Keyin Xitoy mahsuloti bo'lgan, shuning Skechers bosonochkalarimiz dislamich qilib, makasin dislami setishni variantdagilari kelgan. 75 ming so'mdan. Kelasizlar bemalol bizdan xarid qilaverasizlar. Nafaqat kiyimlar, aksessuarlar, parfümeriya mahsulotlari, har xil turdagi yaxshi sifatli mahsulotlarni Kral Branddan arzon bahoda xarid qilsangiz bo'ladi. Tanlovda